nima qilish kerak? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz aka? Mashina sizgami? M3 necha yil bo'ldi aka olganingizga? Olganimga bo'ldi. 3 yillar bo'ldi. 3 yildan bo'ldi. Tortish qanday aka ko'chada? Yo'lni tortish qanday? Dahshat. Bu qayerga deyapsiz dinaga? Mana biz eminni mana hozir to'g'ri Rossiyadan kelyapmiz. Rossiyadan. Любой yukartgan Cobalt Largus'ni orqada qoldirdi. Orqada qoldirdi, отвечаю. Gaz, benzin, gazga, metanga, benzinga hammasiga dahshat tortishadi. Iminni gazga mana o'zimizga iminni mana shuni gazga nima qilib men tavsiya qilaman. Mana shundan tanlayveringlar. Отвечаю четко. Abaka chiqdi-ku, andijonlik abaka degan odam M3 bo'lmaydi, yurmas ekan, tomida suv. Bo'lmaydi degan odamning o'zi bo'lmaydi. Uni o'qitib olish yaxshilab. Mana отвечаю mashinani xo'rozi. Men nima javob beraman mana? Xo'roz mashina. O'z qayerdansiz aka? O'zim Surxondaryodanman. Surxondaryodanmi? Mana shuncha mashina buni mana Cobaltdan minganman va hammasini minib ko'rganman. Mana haqiqiy mashina xo'rozi. Men 100% mana O'zbekiston tarafida 100% aytaman. Masalan, hozir mana sizni tanimayman. To'g'rimi? Men hozir to'g'ri Rossiyadan kelyapman. Mana Rossiya, mana yuklar mana. Yuklar mana ko'rasiz? Biz zumma taniyman. Lekin haqiqiy mashina xo'rozi erkak mana shu. Tavsiya qilaman, bosim.